Barcha o'zbek xalqi uchun yana bir yomon xabar e'lon qilindi. Afsuski, o'zbek xalqi yana bir kerakli insonidan ayrildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbek xalqi uchun yana bir yomon xabar e'lon qilindi. O'zbekistonning taniqli davlat arbobi, qishloq va suv xo'jaligi sohasida uzoq yillar samarali faoliyat yuritgan Ismoil Hakimовich Jo'rabekov 94 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda Suv xo'jaligi vazirligi xabar berdi. Ismoil Jo'rabekov 1931-yil 12-sentyabrda Samarqand viloyatida dunyoga kelgan. U faoliyati davomida Respublika Melioratsiya va suv xo'jaligi vaziri, O'zbekiston SSSR Ministr Saveti raisi o'rinbosari, Davlat agrosanoat qo'mitasi raisi, fuqarolar muhofazasi ishlari bo'yicha vazir, Prezidentning ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi kabi lavozimlarda ishlagan. Ismoil Jo'rabekov O'zbekiston Respublikasining buyuk xizmatlari uchun Do'stlik ordenlari, Tojikistonning Do'sti ordeni, Sobiq ittifoqning Oktyabr revolyutsiyasi, Xalqlar do'stligi, Mehnat qizil bayroq va Hurmat belgisi ordenlari bilan taqdirlangan. Xalq so'zi hamda kanalimiz ijodkorlari nomidan uning oila a'zolari hamda yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz.